Juda ham qiziqarli video bo'ladi. Kimyo mo'jizasi. Hamma yaltiragan narsa ham nержавейка bo'vermaydi. Oddiy sink ustidan nikel urib qo'ysa, payti kelib, usti shilingandan keyin mana shunaqa qorayib, sink temir bo'zarib ketadi. Nержавейка susholkalarda ham xuddi shunaqa masala. Nima uchun nayron susholkasi qolganlarnikidan qimmatroq degan savolni ko'pchilik beradi. Mana yana bir marta berdik. Mana bu yana bir marta beramiz. Bu bizning susholka emas. Birovni yomonlamoqchi emasmiz. Gap bilan emas, aynan laboratorniy fakt bilan isbotlashni yaxshi ko'ramiz. Bu testerni nержавейка ishlab chiqaruvchilar hamma biladi yoki nержавейка olib keladiganlar ko'pchilik bilishadi bu narsani. Aynan mana 304 taraflarda ham mana boya sepib qo'ygan edik. Video qisqaroq bo'lsin deb. Mana 200 marka, mana 304 marka. Ko'ryaptimi operator? Ko'ryapti. Xuddi shu taraflarda ham savollar tushadi. Nima uchun sizlarni trapinglar qimmatroqdir? Hamma gapiradigan narsa nержавейка bo'larmaydi. Testerda ko'ryaptimi? Bu 200 var. Ortiqcha izoh kerak emas. Hamma narsa fakt bilan.